Qaranglar, qo'limga yopishib qoldi. Unaqa kam qilmanglar. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ammam o'rgatgan pitssani birgalikda tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: bir osh qoshiq dro'jani ko'pchitib olamiz. Un, sut, tuz, tuxum, o'simlik yog'i, ketchup, mayonez, kolbasa, sir, pomidor. Ikkita pitsaga chiqadigan 400 gram sutni qo'yamiz. Tuxum chaqamiz. Yarim choy qoshiq tuz. Uch osh qoshiq o'simlik yog'i. Aralashtiramiz. Ikki stakan un qo'shib yumshoq xamir qilamiz. Avval qoshiqda aralashtirib olib, keyin qo'limiz bilan xamir qoramiz. Qo'lingizga ozgina yopishishi mumkin, shuning uchun un sepib xamir qilamiz. Xamirimiz tayyor. Xamirimizni yarim soatga dam oldirishga qo'yamiz. Endi pitsamizga kerak bo'ladigan masalliqlarni tayyorlab olamiz. Kolbasalarimizni parrak shaklida to'g'rab olamiz. Kolbasalarimizni to'g'rab bo'ldik. Navbat pomidorlarga. Bulg'or qalampirimizni ham parrak shaklida to'g'rab olamiz. Endi pishlog'imizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Ketchup bilan mayonezni surtish uchun aralashtirib olamiz. Endi oshgan xamirimizni pitsaga dumaloq qilib yoyib olamiz. Endi ustiga ketchup va mayonez aralashmasini surtib chiqamiz. Endi pomidorimizni terib chiqamiz. Pishlog'imizni sepib olamiz. Tayyor pitsamizni 180 gradusli pechga yuboramiz. Pishishidan 3 daqiqa oldin yana pishloq sepib olamiz. Ana, pitsamiz tayyor bo'ldi. Endi buni issiqligida kesib olamiz. Yoqimli ishtaha!